Asalarilar asalni qanday topadi va yig'adi? Har bir galada razvedkachi asalari bo'ladi. Ular 5-10 kilometr masofaga uchib, gullar o'sayotgan joyni izlaydi. Agar topishsa, uyga qaytib, maxsus raqs orqali boshqalarga manzilni aniq ko'rsatadi. Bu raqs tilda har bir harakat masofa va yo'nalishni bildiradi. Topilgan joyga ishchi asalarilar uchib boradi. Ular o'z uzun tilchalari bilan gullardan nektar, shirin suyuqliklarni so'rib olishadi. Bu suyuqlikni maxsus qorin, asal xaltachasida olib yuradi. Shu paytda ular gullarni ham bir yo'la changlatadi. Bu tabiatdagi muvozanat tiklanish uchun ham muhim jarayon hisoblanadi. Ular uyiga qaytishda hech qachon adashmaydi. Quyosh yo'nalishi, daraxtlar va hidlar orqali yo'lni oson topishadi. Uyada boshqa ishchi asalarilar ularni kutib oladi. Olingan nektar bir asalardan boshqasiga o'tadi. Har safar u ozgina suvni yo'qotadi. Bu jarayon davomida fermentlar qo'shiladi. Natijada suyuq nektar asta-sekin asalga aylanadi. Quyuq shirin antibakterial modda. Mehnatkash asalarchaga like bosing, obuna bo'ling.